Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Qadrli hamshirlar, men sizlarga Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuning tarixini o'qib beraman. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambar alayhissalom boshchiligidagi 10 ming kishilik kuchli musulmonlar qo'shini Madina bilan Uhud oraliqidagi Shaykon degan joyda to'xtadi. Kun patayli deb qolgan edi. Payg'ambar alayhissalom o'zining Sakib deb ataladigan etidan tushdi. U urushqa to'liq qurollangan bo'lib, dubulg'isining ustiga salla urib olgan, savutining yon tarafiga qilich, dumbisiga bir qilich isib olgan edi. Kun petishi bilanla Bilal azon tovladi. Namoz o'qildi. Andın Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'shinlarni yana bir qatam ko'zdan kechirdi. Muhacirlarning orasida yeshining kichikligiga qaramay jihodga qatnashishni umid qilib turgan 8 bolani ko'rdi. Ularning orasida Zaydning o'g'li Usama va Umarning o'g'li Abdulloh bor bo'lib, ular amdila 13 yoshga kirgan edi. Payg'ambar alayhissalom bu bolalarga darhol uylariga qaytib ketishga buyruq berdi. Ammo bu ikki bola o'zlarining urush qiladiganligini aytib turib oldi. Shuning bilan Payg'ambar alayhissalom boshqa bolalarni qaytarib etib, bu ikkisiga qo'shinga agishib, Uhud g'azotida berishga ruxsat berdi. Shundoq qilib, Abdullah ibn Umar nihoyat kichik vaqtidan boshlabla o'zining borlig'ini Payg'ambar alayhissalomning mushkul, ammo buyuk vazifasi uchun atadi. U texi 10 yoshga kirmay turibla islomni qabul qilgan. Dadisi va keyin Payg'ambar alayhissalomga yotliq bo'lgan hadisi Hafisa bilan hijrat qilgan edi. Uhud g'azosidan burun u o'xshashla Badr g'azotida qatnashish ruxsatiga erishalmagan edi. Xandak g'azotida bo'lganda Payg'ambar alayhissalom 15 yoshlarga kirib qolgan Usamaga, Abdullohga va o'xshash yoshdagi boshqa bolalarga muhojirlarga qo'shilib xandak qo'llash va urush qilishga ruxsat berdi. Hijrat qilgandan tartib toki vafot bo'lguchi bo'lgan 70 yildan ko'proq vaqt jarayonida Abdullah ibn Umar islom ishiri uchun o'chmas to'plarni qo'shib, musulmonlar orasida Abu Musa Ash'ariyning atig'ini bo'yicha yaxshi odamimiz va yaxshi odamimizning o'g'li deb ataldi. U o'zining mo'l bilimi, kichik be'illigi, sexiligi, Allohga va Allohning diniga bo'lgan cho'nqur muhabbati, rost so'zligi, mol dunyodan o'zini yiroq tutishi va ibodatdagi nihoyat chidamchanligi bilan mashhur bo'lgan edi. U o'zining dadasi Hazrati Umardan nurg'un narsalarni o'rgandi. Umar radhiyallohu anhu va Abdullah ikkalan hammalarning buyuk ustozi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ko'rsatmalaridan nurg'un manfaatga erishgan edi. Abdullah doim Payg'ambar alayhissalomning o'xshamagan vaqtlarda qilgan so'z va harakatlarini nihoyat injiqlik bilan kuzatib, ondan ko'rganlarini ixlos bilan turmushida amaliyalashtiradi. Masalan, agar Abdullah Payg'ambar alayhissalomning ma'lum bir joyda namoz o'qiyotganligini ko'rsa, keyin u shu yerda namoz o'qiydi. Agar u Payg'ambar alayhissalomning o'ri turib duo qilayotganligini ko'rsa, u o'xshashla o'ri turib duo qiladi. Agar Payg'ambar alayhissalomning o'ltirib duo qilayotganligini ko'rsa, u shunday qiladi. Safarga chiqqanda agar u Payg'ambar alayhissalomning ma'lum bir joydan to'g'isidan tushib, 2 rakat namoz o'qiganini ko'rsa, keyin u shu yo'ldan mengib qolgan chaqlarda to'xtab, shu yerda 2 rakat namoz o'qiydi.
bir qatam Mekkadagi ma'lum bir joyda u payg'ambar alayhissalomning to'ygisining 2 aylanganligini, ondan payg'ambar alayhissalomning tushib 2 rakat namoz o'qiganligini ko'rdi. Balkim u to'ygini payg'ambar alayhissalom aylandurmay, to'yga o'zicha aylangan bo'lishi mumkin edi. Ammo Abdullah ibn Umar yana bir qatam shu yerga kelib qilib, to'ygisini cho'ktirmay turib, 2 qatam to'liq aylandirdi. Ondan to'ygisidan tushib, payg'ambar alayhissalomning qilg'ini bo'yicha 2 rakat namoz o'qidi. Aisha radhiyallohu anha Abdullahning payg'ambar alayhissalomga bo'lgan bundaq ixlosini ko'rib, mundaq degan edi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Ibn Umardek agashgan odam yo'q. Payg'ambar alayhissalom qayerda to'ygisidan tushsa, umi o'xshashla shu yerda to'ygisidan tushidi. Abdullah payg'ambar alayhissalomning so'z harakatlariga nihoyatda diqqat qilsa-mu, u payg'ambar alayhissalomning hadislarini rivoyat qilishda bak ehtiyot qiladi, qo'rqadi. Faqat hadisda deyilgan so'zlarning hammasini esiga ololgandila, ondan uni o'tirg'i qo'yadi. Uning tangtushlaridan biri mundaq degan edi: Payg'ambar alayhissalomning sahobalarining ichida hech kim payg'ambar alayhissalomning hadislarini rivoyat qilishda, hadisga so'zlarni qo'shish va elib etishda Abdullah ibn Umardek ehtiyot qilmaydi. O'xshashla u fatvo berishni xohlamaydi. Fatvo bergan chaqlarda nihoyatda ehtiyot qiladi. Bir qatim bir odam ma'lum bir ish to'g'riliq uningdan fatvo so'rab keldi. Abdullah ibn Umar uningga: "Sen so'ragan masala to'g'riliq bildiganlarim kamchil", deb javob berdi. Bu odam qaytib ketgandan keyin Abdullah xushallik bilan chavoq chelib turib, o'z-o'ziga: Ömerning o'g'li u bilmaydigan masala to'g'riliq so'ralganda bilmayman deb javob beraladi, dedi. Gerçi o'zi qozi bo'lishga muvofiq kelsa-mu, lekin u yuqorqidek pozitsiyasi bilan uni rad qildi. Qozilik vazifasi musulmonlar jamiyatiga nisbatan eng muhim va katta amallarning biri bo'lib qolmasdan, hurmat, sharaf, hatto boylik elib keladigan xizmat bo'lsa-mu, lekin xalifa Osman uni qozilikka tayinlagan chaqda uni chiroyliqcha rad qildi. Uning rad qilishidagi sabab hargizmi uning qozilik xizmatining muhimligini tuvan mo'ljallaganligi uchun emas, balki islomga oid masalalarda xato hukm chiqarib qisilishdan qo'rqqanligi uchun edi. Fatvo berayotgan va shariatdan maslahat berayotgan boshqa nurg'un sahobalarga ta'sir bo'lmaslik uchun Osman uni qarorini oshkorlab o'tmaslikka ma'qul keltirdi. Abdullah ibn Umar bir qatim kechining qerindishi deb tariflangan edi. U kechalari o'rnidan turib namoz o'qiydi. Allohning mag'firatini tilab yig'laydi, Qur'on o'qiydi. Payg'ambar alayhissalom bir qatim Abdullahning hadisi Hafisaga mundaq degan edi: Abdullah nima degan baxtli odam? Agar u kechalari namoz o'qigan bo'lsa, texmo baxtli bo'lgan bo'ladi. Shuningdan tartib Abdullah mayli uyda bo'lsin yoki safarga chiqqanda bo'lsin, kechalarni hargizmi ibodatsiz o'tkazib o'tmaydi. Kechining jimjitligida u Parvardigorni texmo ko'p eslaydi. Namoz o'qiydi, Qur'on o'qiydi va Allohdan qo'rqib yig'laydi. Dadasiga o'xshash u Qur'onning insonlarni ogohlantirish ma'nosidagi oyatlarini anglasila, yig'idan o'zini tutib ololmay qoladi. Ubayd ibn Umayr mundaq deydi: Bir kuni men Abdullah ibn Umarga tövandagi oyatni o'qib bergan edim. Estağfirullah. Biz har bir ummatdan bir guvohchini keltirgan va ey Muhammad,
Seni bularga, ya'ni ummatning ichidagi imonsizlarga va gunohkorlarga guvohchi qilib keltirgan chig'imizda ularning holi qandoq bo'ladi? Kafirlar va payg'ambarga osiylik qilganlar u kunda, ya'ni ular qiyomatning dahshatini ko'rganlikdan yer bilan tub-tuz qilib etilishni, ya'ni yerga ko'milib, tuproqqa aylanib ketishni orzu qiladi. Ularning hamma a'zosi guvoh bo'lganlikdan Allohdan hech bir so'zni yushirolmaydi. Sura Nisa 41-42 oyatlar. O bu oyatlarni anglash bilan soqollari ho'l bo'lib ketguncha yig'lab ketdi. Bir kuni u bir necha yaqin do'sti bilan birga o'tirgan edi. U munu oyatlarni o'qidi. Estağfirullah. O'lchamda va tarozida kambarguchlarga voy. Ular kishilardan o'lchab olgan chaqda tuluq oladi. Kishilarga o'lchab yoki tortib bergan chaqda kam beradi. Ular buyuk bir kunda tirildiganligiga ishonmamdi. O kunda insonlar olamlarning Parvardigorining huzurida tik turadi. Sura Mutaffifin 1-oyatdan 6-oyatgacha. Ondan barliq insonlar butun koinotning podshohi Allohning oldida tik turadigan kuni degan yerni qayta-qayta takrorlab yig'lab ketdi. Ko'p yig'laganlikdan hushidan ketib yiqilib qoldi. Abdullah o'zining Allohga, Allohning diniga bo'lgan cho'nqur muhabbati, ixlosi, oddiy soddaligi va sexiligi bilan sahobalar va ulardan keyingi musulmonlar ichida yuqori hurmatga sazovor bo'ldi. U kangqulluq bilan boshqalarga beratdi. Gerçi o'zi hojatmand bo'lsa-mu, o'zida bor narsasini hargizmi boshqalardan ayamaydi. U hayotida ishonchli savdogar bo'lib, ko'p foydaga erishgan edi. Uningdan boshqa uningga Baytul Moldan nurg'un pul tegatdi. Ammo u ularni sexilik bilan Namrat va hojatmanlarga berib o'tdi. Ayyub ibn Vail uning sexiligiga oid tuvandagi voqeani bayon qiladi. Bir kuni Ibn Umar 4000 dirham pul va bir ko'rpa topshirib oldi. İkinci kuni Ayyub uning bozorda to'ygisi uchun yem-xashakni nesi setib olayotganligini ko'rdi. Shuning bilan Ayyub Abdullahning uyiga berib oilasilardan Abu Abdurrahman, ya'ni Abdullahni demakchi. Abu Abdurrahman tunigun 4000 dirham pul topshirib olmadimi? deb so'radi. Ha, topshirib oldi, deb javob berishdi ular. Ammo men uning bozorda to'g'isiga yem-xashak setib olganligini, biroq to'ligili puli yo'q turganligini ko'rdim. Tunigun kechqurun u pullarning hammasini kambag'allarga taqsim qilib beribdi. Ondan u ko'rpini murisiga ortib chiqib ketgan. Qaytib kelganda ko'rpi yo'q turdi. Biz uningdan ko'rpini so'rasak, u uni bir namrat odamga berib o'tganligini aytdi, deb tushundirdi ular. Abdullah ibn Umar boshqalarni, namratlarni, hojatmanlarni beqishga va ularga yordam berishga ilhomlantirdi. U tamoq yemoqchi bo'lsa, dasturxoniga doim yetimlarni yoki kambag'al kishilarni taklif qilib birga yeydi. Balalari boylarni cho'ng ko'rib, namratlarni to'van ko'rib, ularni mansitmasa, ularga tanbih beradi. Bir qatim u ularga mundaq degan edi: Sizlar boylarni taklif qilib, kambag'allarni yaratmay tashlab etisizlar. Abdullah mal dunyoning quli emas, balki xo'jayini edi. Mal dunyo uning uchun faqat turmush ehtiyojini qamdaydigan narsa edi. Hargizmi baxtga erishtiradigan narsa emas edi. U hayotining oxirigacha mal dunyodan va dunyoning shahvatlaridan, rohat farog'atidan o'zini yiroq tutib, oddiy sodda turmush kechirdi. Bir qatim uning Xorasonlik bir do'sti uningga esil bir kiyim elib kelib, "Men buni sana Xorasondan elib keldim. Meningcha sen buni cho'qim yoqtirsan. Eski chapaningni silib etib, bu chiroyli tonni kiyib ol."
deganda Abdullah: "Undaq bolsa men onu ko'rib baqay", dedi va uni tutib ko'rib: "Bu ipakmi?" deb so'radi. "Yo'q, u paxtirax", dedi do'sti. Abdullahning xo'shalliqi tezla g'oyib bo'ldi. Ondan u o'ng qo'li bilan tonni ishtirib: "Yo'q, men bu kiyimni kiyib, mag'rur bo'lib qolishimdan va o'zimni cho'ng tutib qolishimdan qo'rqaman. Alloh o'zini cho'ng tutquchilarni va mag'rurlik qilg'uvchilarni do'st tutmaydi", dedi. Maymun ibn Marham mundaq deydi: "Men Ibn Umarning uyiga kirdim. Uning uyida karvat, ko'rpa, gilam va boshqa hamma narsalar bor deb o'ylagan edim. Ammo mening ko'rganim 100 dirhamga arzimaydigan narsalar bo'ldi." Bu hargizmi Abdullah ibn Umarning namratligidan emas. Amaliyotda u boy edi. Hamda bu uning bexil pixsiqligidan emas. Amaliyotda u kang qo'l va sexiy edi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.